Leksimizin devamı hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2021 yıl 11. ayının 5. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden mundaq hesaplaydı. Gerçi Amerika ve Rusya dünya sahnesinde rekabetleşimi, ular yenilişki devlet ortak menfaatlarga muvaffaq keladigan yerlarda hamkorlashish kerak va hamkorlashidir. Rusya amaldorlari oshkor mundaq bildirishdi. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin mushu yilning oxirigacha ikkinchi qatam suhbatlashishi mumkin. O'xshashla Amerika Qo'shma Shtatlari amaldorlari Janvada muhokama qilgan masalalar bo'yicha ba'zi ilgarilashlarni qo'lga keltirishni umid qiladi. Shuningdek yana boshqa bir qatam suhbat o'tkazish qo'shiladi. Mush jumlaga diqqat qiling. Janvada so'zlashgan temalar bo'yicha ilgarilashni qo'lga keltirishni umid qiladi Amerika amaldorlari har ikki taraf. Shuningdek yana boshqa bir qatam suhbat o'tkazishga qo'shiladi. Endi so'zlaymiz vatandoshlar. Oqsarog'i nisbatan aytganda, suhbat geopolitik siyosat sohalarida odatdan tashqari voqealarning yuz berishidan saqlanishni nazarda tutadi. Shuning bilan Jungo Kompartiyasi qarshi kun tartiblarini buzib o'tishdan saqlanishni nazarda tutadi. Prezident Vladimir Putinga nisbatan aytganda, dunyodagi eng boy, eng qudratli davlat Amerika bilan suhbatlashish Rossiya Federatsiyasining butun yer shari ta'sir kuchini taraqqiy qildirish va dunyoning muqimligini kafolatga qilish, davlatlik obrazini taraqqiy qildirishning bir xil usuludir. Amerika bilan munosabat qilish qisqasi Rossiyaning obrazini ko'tardi, Rossiya Federatsiyasining obrazini ko'tardi. Yana bir mavzu vatandosh. 190 dan ortiq davlat va tashkilotlar ko'mir qalamaslikqa va'da berdi. Kömürni ishlatmaslikka va'da berdi. Mavzuli xabar 11. ayning 5. kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Angliya hukumati 11. ayning 3. kuni mundaq ko'rsatdi. Polsha, Chili qatorliq davlatlarni o'z ishiga olgan 190 davlat va tashkilotlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kelimat özgürüşü yığınıda COP26 kömürünü yıkılgı kılıp işletmezlik doğrusu da vədə bədi. Angliya mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı kelimat özgürüşü ramkisi ahdinamisi ve imza koygan devletler bu qatam bu yığında mundaq vədə berdi. Devlet içi ve sırtı yine yıkılgı kömürünü işletip yoki qalab elektr stansiyasi qurishga mablag' salmaymiz. Hem de muhim iqtisod gavdalarining 2030 yilidan boshlab o't elektr stansiyasini bekor qilishiga va kambag'al davlatlarning 2040 yilidan boshlab shunday qilishiga qo'shilamiz. Növbəti 40'dan artıq dövlət yuqarı bayonotga imzo qo'ydi. Vyetnam, Chili qatorliq 18 davlat o't elektr stansiyalarini qayta qurmaslik va amaldan qoldirish to'g'risida mablag' solmaslikqa qo'shiladiganligini bildirdi. Jumladan Avstraliya, Hindiston, Jungo va Amerika qatorliq davlatlar kömürge tayinib yaşaydigan devletler yuqorqi bayonotga texi imzo qo'ymadi yoki va'da bermadi.